Uyda shu darajada imkoniyat, sharoit bo'lmagan, lekin meni tug'ilgan kunim. Bolam yurib ketdik, aylanishga chiqamiz. Tug'ilgan kunim. Esimda yo'q, qanaqa qilib, sumkamni olib berdiganlarda ko'zim tushgan. Sumkada 50 ming so'm pul bor. Bor yo'q. Lekin onam o'sha payt, bolam kukuriz yeysan, bolam popkorn yeysan, bolam mamni urasan, bolam mamni o'yinchoq olib beraymi? Yo'q, qanaqa mana deysiz unaqa? Bilib turibsiz. Hogim kelyapti, yegim kelyapti, o'ynab kulgim kelyapti. Lekin bilaman shu jo'daylarda, ya'ni sumkalar 50 ming so'm pul bor va oxirida bitta kafeni ko'rdi, bolam kiramiz shu yerga. Kirdik. Oyim zakaz qilib xohlagan narsangni aytdi. Bitta ovqatni ko'rsatdim, sizga aytsam, kelamiz shuni yeymiz bolam.